Assalomu alaykum. Bo'riyev bilan futbol kanaliga xush kelibsiz do'stlar. Bugun sizlar bilan Chempionlar Ligasi chorak final javob o'yinlari haqida gaplashamiz. Birinchi o'yinlar, jamoalarning holati va taxminlar. Barchasini birgalikda tahlil qilamiz. Ungacha esa kanalga obuna bo'ling, videoga esa like tugmasini bosib qo'ying. Qani boshladik. O'tgan hafta juda qiziqarli o'yinlar bo'lib o'tdi. Birinchi bo'lib haftaning eng qiziq bahsi, olovli bahsi bo'lgan Arsenal hamda Real Madrid uchrashuviga to'xtalib o'tsak, birinchi o'yin Emirates stadionida bo'lib o'tdi. Ba'zilar uchun kutilmagan natija Arsenal qirollik klubini yirik 3-0 hisobida tormor etdi. O'yin to'liq to'pchilar nazorati ostida o'tdi. Birinchi bo'limda Courtois'ning fantastik seyvlari va Madrid himoyachilarining darvoza chizig'idan to'pni bir necha marta olib chiqishi Real Madridni o'yinda saqlab turdi. Ammo ikkinchi bo'limda Declan Rice ikkita fantastik jarima zarbasini golga aylantirdi. Uchinchi golni esa Mikel Merino Miles Lewis Skelly'ning assistidan so'ng Courtois darvozasiga yo'llab qo'ydi. Real hujumchilari birinchi bo'limda bir necha vaziyatlardan foydalana olmadi. Mbappe'da vaziyat bo'ldi, Vini'da vaziyat bo'ldi. Ammo ikkinchi bo'limda hech qanaqa vaziyatlar bo'lmadi va umuman olganda taktik jihatdan Mikel Arteta Carlo Ancelottiga master class o'tib berdi. Va bu o'yin bilan javob uchrashuvida ham nimadir o'zgarishiga ishonish qiyindek, ammo chorshanba kungi o'yin Santiago Bernabeuda bo'lib o'tadi, do'stlar. U yerda biz imkonsiz narsalarning ro'yobga chiqishiga o'rganib qolganmiz. Mening fikrimcha o'yin Realdan ko'ra ko'proq Arsenalga bog'liq. Ya'ni agar Arteta jamoasi qo'rqmasdan pressing qilib oldinga borsa, birinchi gol bilan Realning imkoniyatlarini pasaytirib yuborishi mumkin. Ammo aksincha, dastlabki daqiqalardan avtobus qo'ymoqchi bo'lsa, qanaqadir kuryoz gol ham mashinani ishga solib yuborishi mumkin. Ammo mening fikrimcha Arsenal 65-70% ishni amalga oshirib bo'ldi. Realda 30-35% bor. Hammamizga ma'lum, Real uchun Chempionlar Ligasida 1% ham yetarli bo'lishi mumkin. Umuman olganda 3-0 bo'lishiga qaramasdan o'yin natijasi hal bo'lgani yo'q. Bizni chorshanba kuni Santiago Bernabeuda olovli o'yin kutib turibdi. Haftaning yana bir qiziqarli o'yini Bavariya va Inter jamoalari o'rtasida bo'lib o'tdi. O'yin deyarli to'liq Bavariya tashabbusida o'tdi, lekin mezbonlar juda ko'p vaziyatlardan foydalana olishmadi. Inter esa ikkita vaziyat yaratdi, ikkalasida ham gol urib, Allianz Arenadan bitta gol farqi bilan qaytishmoqda. Ochig'i o'yindan oldin Interning himoyasi kuchliligidan kelib chiqib, Interga ko'proq imkoniyat bergan edim. Ammo o'yinni ko'rib chiqqandan so'ng Bavariyaga qancha qulay vaziyatlar yaratishga imkon berganligi uchun javob o'yinda haqiqiy jang kutyapman. Myunxenliklar borini tashlashadi. Giuseppe Meazza yonadi. Bu o'yinda bitta gol hammasini o'zgartirib yuboradi. Menimcha 2-1 yo'qqa chiqarib bo'lmaydigan natija emas. Men uchun hamon bu o'yin 50-50 holatda turibdi. Ko'ramiz, milanliklar g'alabani saqlab qolarmikan yoki nemis mashinasi comeback amalga oshiradimi? Navbatdagi o'yin Parijda bo'lib o'tdi. Kutilganidek Paris Saint-Germain dominantlik qildi va natijani olib ketishdi. Emiliano Martinezning super performansiga qaramasdan Aston Villa himoyasi Luis Enriquening dahshatli hujum chizig'iga dosh bera olmadi. Hech bo'lmasa Aston Villa 2-1 ni saqlab qolganda ham Villa Parkda bitta gol ularni qaytarish mumkin edi o'yinga. Ammo 3-gol menimcha masalani hal qildi. 3-1 hisobidagi g'alabadan keyin parijliklar mening fikrimcha 85% natijani hal qilib bo'lishdi deb o'ylayapman. Unai Emery jamoasi esa o'z muxlislari qarshisida mo'jiza ko'rsatish uchun bor kuchlarini ishga solishlari aniq. Haftaning so'nggi o'yini esa ayni vaqtda Yevropadagi eng zo'r formadagi jamoa ishtirokida bo'lib o'tdi. O'yin haqida revyuni batafsil gaplashgan edik. Videoni o'ng burchakdan chiqadigan tugmachani bosish orqali ko'rib olishingiz mumkin. Shanba kuni kataloniyaliklar ligada muhim g'alabani qo'lga kiritishdi. Leganes bilan juda og'ir o'yin bo'ldi. Avtogol hisobiga Barselona minimal hisobdagi g'alabani ilib ketdi. Ammo haftaning eng yomon xabari albatta Alejandro Baldening jarohati bo'ldi. Balde mushaklardan jarohat oldi va insaytlarga ko'ra Balde 3 haftagacha maydonga tusha olmasligi mumkin deb taxmin qilinmoqda. Umid qilamizki, Balde kelayotgan muhim o'yinlargacha tayyor bo'ladi. Albatta 4 ta to'p farqi biroz yengillik beradi. Flick jamoasiga bir nechta rotatsiyalar qilish ham mumkin. Shaxsan men Pedri va Yamalga dam bergan bo'lardim. Balki Inigo Martinez ham dam olishi mumkin, chunki Inigo Martinez agar sariq kartochka oladigan bo'lsa, yarim finalning birinchi o'yinini o'tkazib yuborish xavfi bor. Vaziyatga qarab, ikkinchi bo'limda asosiy futbolchilarni o'yinga tashlashi mumkin. So'nggi xabarlarga ko'ra Lewandowski dam olishi mumkin. Ferran Torres asosiyda tushishi kutilyapti va umuman olganda Flick 3 ta asosiy tarkib futbolchisiga dam beradi degan xabarlar chiqdi.
bugun. Xulosa qilib aytganda, Barselonaning imkoniyatlari menimcha 90%. Albatta, balki ko'pdir, ammo bu konsentratsiyaga bog'liq. Shunchaki fokusni jamlab, Signal Iduna Parkda o'yinga nuqta qo'yish kerak. Menimcha birinchi taymdagi gol yoki idealroq bo'lar edi agar ikkita gol urilsa, masalani hal qiladi. Ikkinchi bo'limda Barselona faqat to'pni o'zida saqlab turib, vaqtni o'ldirishi ham mumkin. Shunday qilib do'stlar, Chempionlar Ligasida bizni fantastik hafta kutib turibdi. Super o'yinlar, comebacklar kutyapmiz. Albatta, bitta yomon tomoni Arsenal hamda Real Madrid o'rtasidagi uchrashuv Inter Bavariya bilan bir vaqtda bo'lib o'tadi. Ammo bizni ertasi kuni ikkita deyarli masalasi hal bo'lgan o'yinlar kutib turibdi. Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Real remontadani amalga oshiradimi? Imkonsiz narsalarni amalga oshirishga o'rgangan qirollik klubi Arsenalni jazolay oladimi? Va shaxsan men uchun muhimroq va qiziqroq bo'lgan o'yin Bavariya Inter nima bo'ladi? Bavariya imkoniyatlarini bu safar golga aylantiradimi yoki Interning himoyasi, metin irodasi ularni yarim finalga olib chiqadimi? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.